Salom aziz tomoshabinlar. Agar sizda mulk bo'lsa, agar siz yer egasi bo'lsangiz yoki sizning nomingizda biron bir aktiv mavjud bo'lsa, unda bu video siz uchun hayotiy muhimdir. Chunki bir maydan boshlab juda muhim o'zgarishlar kuchga kiradi. Bu sizning moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu videoni oksirigacha ko'rmasdan pulingizni yo'qotishingiz yoki jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Bu aksborot har bir fuqaro uchun, ayniqsa ko'chmas mulkka ega bo'lgan shaxslar uchun hayotiy ahamiyatga ega va bu gaplarimni shunchaki ogohlantirish sifatida qabul qilmang. Bu dolzarb reallik. Shuning uchun darhol kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing, toki bu muhim ma'lumotni hech kim o'tkazib yubormasin. Keling kechiktirmasdan mavzuga kirishaylik. Muammoning mohiyati avvallari O'zbekistonda mol-mulk soligi va yer soligini hisoblash tizimi ancha sodda edi. Asosan mulkning inventarizatsiya qiymati yoki kadastr qiymati asosida soliqlar hisoblanardi. Bu qiymatlar ko'pincha mulkning haqiqiy bozor qiymatidan sezilarli darajada past bo'lar edi. Natijada ko'plab mulk egalari nisbatan kam soliq to'lar edilar. Bu esa soliq yukining adolatli taqsimlanishiga to'sqinlik qilar edi. Masalan, bir necha uyga yoki kvartiraga ega bo'lgan shaxslar ham faqat bitta uyga ega bo'lgan oddiy fuqaro kabi deyarli bir sil, ya'ni juda kam soliq to'lashi mumkin edi. Yer soligida ham shunday holat kuzatilar edi. Dehqonchilik qilinmayotgan, bo'sh yotgan yerlar ham minimal darajada soliqqa tortilar. Bu esa yer resurslaridan samarasiz foydalanishga olib kelar edi. Ko'plab holatlarda kadastr qiymati 10-15 yil oldin belgilangan bo'lib, o'sha vaqtdan buyon bozor narxlari bir necha barobar oshib ketganiga qaramay, soliq bazasi yangilanmagan edi. Bu esa tabiiyki davlat budjetiga tushadigan mablag'larning kamayishiga, shuningdek, soliq siyosatining shaffof emasligiga sabab bo'lar edi. Ba'zi imtiyozlar avtomatik ravishda qo'llanilardi va ularni qayta ko'rib chiqish yoki tasdiqlash uchun alohida harakat talab etilmasdi. Bu holat bir tomondan fuqarolar uchun qulaylik tug'dirsa-da, boshqa tomondan soliq tizimida ayrim bo'shliqlar va suiiste'molliklarga ham yo'l ochardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Prezidentimizning va Vazirlar Mahkamasining so'nggi qarorlari bilan mol-mulk va yer soligini hisoblashning yangi mexanizmi joriy etildi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi soliq yukini yanada adolatli taqsimlash, soliq bazasini real bozor qiymatiga yaqinlashtirish, shuningdek yer resurslaridan samarali foydalanishni rag'batlantirishdir. Bir maydan boshlab mol-mulk va yer soligi hisob kitoblari yangi kadastr qiymatlari va bozor qiymatlariga asoslangan holda amalga oshiriladi. Eng muhimi shundaki, birinchi mulkdan tashqari ikkinchi, uchinchi va keyingi mulklar uchun soliq stavkalari oshiriladi. Shuningdek, foydalanilmayotgan yerlar uchun jiddiy choralar ko'riladi. Bu choralar davlat budjetiga tushumlar hajmini oshirish bilan birga mulk egalarining o'z aktivlariga nisbatan yanada mas'uliyatli yondashuvini shakllantirishga qaratilgan. Hukumatimiz soyali iqtisodiyotga qarshi kurashish, kapitalning legallashuvini ta'minlash va barcha fuqarolarni teng soliq to'lash majburiyatiga chaqirish orqali adolatli iqtisodiy tizim qurishni maqsad qilgan. Bundan tashqari erdan maqsadsiz foydalanish holatlariga barham berish va qishloq xo'jaligi erlarining unumdorligini oshirish ham ushbu o'zgarishlarning muhim komponentlaridan biridir. Endi mulkni shunchaki egalik qilish emas, balki uni samarali ishlatish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yangi tizim ko'p mulk egalari uchun jiddiy moliyaviy yuk bo'lishi mumkin, agar ular bu o'zgarishlarga tayyor bo'lmasalar. Shu sababli o'tmaygacha bo'lgan vaqt juda qimmatli. Asosiy qism 1 batafsil tahlil. So'sh, aynan nimani bilishingiz kerak va kimlar ko'proq savotirlanishi kerak? Avvalo shuni ta'kidlash kerakki, yangi tizimda mulkning soliq bazasi uning bozor qiymatiga qanchalik yaqinligiga bog'liq bo'ladi. Kadastr qiymatlari muntazam ravishda qayta ko'rib chiqiladi va bozordagi o'zgarishlar inobatga olinadi. Bu o'z navbatida sizning mol-mulk soligingiz miqdori sezilarli darajada oshishi mumkinligini anglatadi. Kimlar savotirlanishi kerak? 1. Bir nechta ko'chmas mulkka ega bo'lgan shaxslar. Agar sizning nomingizda bir nechta kvartira, uy, dala hovlisi yoki tijorat obyektlari mavjud bo'lsa, unda siz yangi soliq yukining asosiy qismini o'zingizda his qilishingiz mumkin. Bu yerda 3 va undan keyingi mulk tushunchasi juda muhimdir. Ya'ni birinchi turar joyingizga nisbatan soliq stavkasi nisbatan past bo'lsa, ikkinchisi uchun oshirilgan, uchinchisi va undan keyingilari uchun esa yanada oshirilgan stavkalar qo'llaniladi. Bu spekulativ maqsadlarda mulk saqlashni kamaytirish va mulkni samaraliroq ishlatishga undashga qaratilgan. Foydalanilmayotgan yoki maqsadsiz foydalanilayotgan yirik qishloq xo'jaligi yer uchastkalari egalari.
Agar siz qishloq xo'jaligi uchun ajratilgan yer uchastkasiga ega bo'lsangiz, lekin uni belgilangan muddatda ishlatmasangiz, ya'ni ekin ekmasangiz, chorvachilik bilan shug'ullanmasangiz yoki boshqa belgilangan maqsadlarda foydalanmasangiz, sizga nisbatan yer so'ligi uchun oshirilgan stavkalar qo'llaniladi. Bu stavkalar bazaviy so'lik stavkasidan 3-5 barobar ko'proq bo'lishi mumkin. Hatto ba'zi hollarda agar yer uchastkasidan uzoq muddat davomida foydalanilmasa, uni tortib olishgacha bo'lgan choralar ko'zda tutilgan. Bu yerning haqiqiy egalik qiluvchisi uchun ham katta muammo bo'lib, davlatning yer resurslaridan oqilona foydalanish siyosatini aks ettiradi. 3. Mulkni meros qilib olgan, ammo uni o'z nomiga rasmiylashtirmagan shaxslar. Agar siz meros orqali uy, kvartira yoki yer uchastkasiga ega bo'lgan bo'lsangiz, lekin uni kadastr agentligida o'z nomingizga rasman o'tkazmagan bo'lsangiz, bu sizga kelajakda jiddiy muammolar tug'dirishi mumkin. Ayniqsa, yangi qoidalar kiritilishi bilan agar mulk uzoq vaqt davomida marhum shaxs nomida qolib ketsa, u egaliksiz mulk sifatida tan olinishi va uni o'z nomingizga rasmiylashtirish juda murakkab, hatto sud orqali amalga oshirilishi talab qilinishi mumkin. Bir maygacha bu masalani hal qilmasangiz, keyinchalik ko'proq hujjatbozlik va sarajatlarga duch kelishingiz mumkin. 4. Turar joy sifatida ro'yxatdan o'tgan, ammo tijorat maqsadlarida foydalanilayotgan mulk egalari, ba'zi tadbirkorlar o'z ofislari, do'konlari yoki xizmatkor satish shoxobchalarini turar joy fondi sifatida rasmiylashtirib, tijorat mulki uchun to'lanadigan yuqori soliqdan qochishga urinardi. Yangi qoidalar bu kabi holatlarni aniqlash va ularga nisbatan tegishli choralarni qo'llashga qaratilgan. Agar bunday holat aniqlansa, majarna tarafdan siz nafaqat o'zgartirilgan soliq stavkasi bo'yicha soliq to'lashga majbur bo'lasiz, balki o'tmishdagi soliq qarzdorligi va penaltilar ham hisoblanishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. 1. Yagona asosiy turar joy egasi bo'lgan shaxslar. Agar sizning nomingizda faqat bitta kvartira yoki uy mavjud bo'lsa, unda sizga nisbatan yangi qoidalar unchalik jiddiy ta'sir ko'rsatmasligi mumkin. Garchi mulkning kadastr qiymati oshishi bilan soliq miqdori biroz ko'payishi ehtimoli bor bo'lsa-da, sizga nisbatan qo'shimcha oshirilgan stavkalar qo'llanilmaydi. Biroq bu ham sizni mutlaqo xavfsiz holatga qo'ymaydi, chunki mulk qiymatining umumiy oshishi baribir soliq summasiga ta'sir qiladi. Shuning uchun o'zingizning yagona mulkingizning yangi kadastr qiymatini aniqlab olish zarur. 4. Mulklarini mavjud qoidalarga muvofiq to'g'ri deklaratsiya qilgan va ulardan to'g'ri foydalanayotgan shaxslar. Agar siz barcha mulkingizni rasman ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsangiz, ulardan qonuniy maqsadlarda foydalansangiz va soliq majburiyatlaringizni o'z vaqtida bajargan bo'lsangiz, unda sizga nisbatan jiddiy muammolar yuzaga kelmasligi kerak. Siz faqat yangi hisob-kitoblar asosida oshirilgan soliq miqdorini to'lashingizga to'g'ri kelishi mumkin, ammo qo'shimcha jarimalar va penaltilarga duch kelmaysiz. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Bu vaziyatni yanada aniqroq tushunishingizga yordam beradi. Bir misol, bir nechta kvartira egaligi. Faraz qilaylik, Toshkentda yashovchi Mirzohid aka ismli fuqaro 3 ta kvartiraga ega. Birinchisi o'z oilasi bilan yashayotgan 80 kvadrat metrlik kvartira. Ikkinchisi ijaraga bergan 60 kvadrat metrlik kvartira. Uchinchisi esa bolalari kelajakda yashashlari uchun sotib olgan, hozirda bo'sh turgan 7 kvadrat metrlik kvartira. Eski tizimda uchta kvartira uchun ham soliq deyarli bir kisil past kadastr qiymati asosida hisoblanardi. Misol uchun har bir kvartiraning kadastr qiymati o'rtacha 400 million so'm deb hisoblansa, umumiy soliq stavkasi 0.2% bo'lganida har bir kvartira uchun yiliga 800 ming so'm atrofida soliq to'lanardi, ya'ni jami 4 million so'm. Yangi tizimda esa vaziyat tubdan o'zgaradi. Birinchi kvartira uchun soliq stavkasi bazaviy 0.2% bo'lib qoladi. Ammo ikkinchi kvartira uchun bu stavka 0.5% gacha, uchinchi kvartira uchun esa 1% gacha ko'tarilishi mumkin. Bundan tashqari, kadastr qiymati mulkning bozor qiymatiga yaqinlashtiriladi. Agar har bir kvartiraning yangi bozorga yaqinlashtirilgan kadastr qiymati 800 million so'm deb belgilansa, hisob-kitoblar quyidagicha o'zgaradi. Birinchi kvartira 800 million so'm, 0.2%, 16 million so'm. Ikkinchi kvartira 800 million so'm, 8.5%, 4 million so'm. Uchinchi kvartira 800 million so'm, 1%, 8 million so'm. Jami soliq yuki endi 3.6 million so'mni tashkil etadi. Ko'rib turganingizdek, soliq miqdori bir necha barobar oshdi. Mirzohid aka endi bu mulklardan samarali foydalanish yoki ularning ba'zilarini sotish haqida jiddiy o'ylab ko'rishi kerak bo'ladi. Aks holda har yili sezilarli miqdorda pul sarflashga majbur bo'ladi. Ishda misol foydalanilmayotgan yer uchastkasi. Qashqadaryo viloyatida yashovchi fermer Rustam aka 5 gektar 500 sotok qishloq xo'jaligi yeriga ega. Bu yer uchastkasi unga qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtirish uchun ajratilgan edi. Lekin Rustam aka so'nggi 3 yil davomida turli sabablarga ko'ra bu yerning faqatgina 2 gektarida ekin ekib, qolgan 3 gektaridan foydalanmagan. Eski tizimda foydalanilmayotgan yerlar uchun ham oddiy yer soliki stavkasi qo'llanilardi. Bu juda kam miqdor edi. Misol uchun 1 sotok yer uchun bazaviy soliq 1000 so'm bo'lsa, 300 sotok uchun yiliga 300 ming so'm soliq to'lanardi. Bu dehqon uchun hech qanday jiddiy yuk emas edi.
Yangi tizimda esa foydalanilmayotgan yerlar uchun yer soligi stavkasi 3-5 barobar oshiriladi. Faraz qilaylik, bu koeffitsient 4 ga teng. Demak, tigini sotiq foydalanilmayotgan yer uchun endi solik quyidagicha hisoblanadi. 300 sotiq, 1000 so'm sotiq, for a 1.2 million so'm. Bu Rustam aka uchun sezilarli sarajat. Agar u yeridan foydalanishni boshlamasa, kelgusi yillarda bu soliq yuki yanada oshishi yoki yer uchastkasini davlatga qaytarish masalasi ko'tarilishi mumkin. Bu holat Rustam akani darhol yeridan samarali foydalanishga undaydi. Bu o'zgarish nafaqat moliyaviy bosimni oshiradi, balki yerga egalik qilishning ijtimoiy mas'uliyatini ham yo'qlaydi. 3 misol meros qoldiqlarini rasmiylashtirmaslik. Samarqand shahrida yashovchi Dilfuza opa 3 yil oldin vafot etgan onasidan uy meros qilib oldi. Ammo turli sabablar bilan u hali ham ushbu uyni o'z nomiga rasman ro'yxatdan o'tkazmagan. Uyning kadastr hujjatlarida onasining ismi yozilgan. Eski tizimda bu holatda soliq chizmati bu uyni onasining nomida ko'rar edi va agar onasining boshqa mulki bo'lmasa, uni yagona mulk sifatida soliqqa tortardi. Ba'zida esa umuman e'tibordan chetda qolishi ham mumkin edi. Dilfuza opaga hozircha hech qanday muammo tug'dirmagan. Yangi tizimda esa 1 maydan boshlab merosni o'z vaqtida rasmiylashtirmaslik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar u uzoq muddat davomida marhumning nomida qolaversa va yangi egasi tomonidan rasmiylashtirilmasa, bu mulk egaliksiz deb topilishi va hatto davlat mulkiga o'tkazish masalasi ko'tarilishi mumkin. Bu holda Dilfuza opaga uyni o'z nomiga rasmiylashtirish uchun sudga murojaat qilishiga to'g'ri keladi. Bu esa uzoq va qimmat jarayon bo'lishi mumkin. Sudga murojaat qilishda u nafaqat davlat boji, balki advokat xizmatlari uchun ham qo'shimcha xarajatlarga duch keladi. Bundan tashqari agar agar u uyni ijaraga bergan bo'lsa yoki undan tijorat maqsadida foydalangan bo'lsa, u rasmiylashtirilmagan daromadlar uchun ham soliq organlarining e'tiboriga tushishi mumkin. Shu sababli Dilfuza opa o'lmaygacha tezda merosni rasmiylashtirish jarayonlarini boshlashi shart. Asosiy qism 2 istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, bu yangi tizimda ham istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va tushunarsiz nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan muammolardan himoya qilishi mumkin. Istisnolar 1. Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari uchun imtiyozlar. Pensiyerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush va mehnat faksiriylari kabi ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar uchun mol-mulk soligi bo'yicha ma'lum imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Odatda bu imtiyozlar bitta turar joy mulki yoki belgilangan maydondagi yer uchastkasi uchun qo'llaniladi. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yagona turar joy maydonining ma'lum bir qismi soliqdan ozod qilinishi mumkin. Biroq bu imtiyozlarni olish uchun siz tegishli hujjatlarni, pensiya guvohnomasi, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma va boshqalar soliq qo'mitasiga taqdim etishingiz va ularning amal qilish muddatini muntazam ravishda tekshirib borishingiz kerak. Bu imtiyozlar avtomatik ravishda emas, balki murojaat asosida beriladi. Ma'lum ijtimoiy maqsadlarda foydalaniladigan mulklar. Oilaviy bolalar uylari, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun mo'ljallangan ijtimoiy obyektlar yoki diniy tashkilotlarga tegishli binolar kabi mulklar soliqdan ozod qilinishi mumkin. Biroq bunday mulkning aniq maqsadiga muvofiqligi qat'iy nazorat qilinadi va suiiste'mollikka yo'l qo'yilmaydi. Misol uchun, oilaviy bolalar uyi sifatida ro'yxatdan o'tgan uy. Agar unda bolalar yashamayotgan bo'lsa yoki boshqa maqsadlarda foydalanilsa, imtiyozdan mahrum bo'lishi mumkin. 3. Faoliyat yuritayotgan qishloq xo'jaligi yerlari. Agar sizga ajratilgan qishloq xo'jaligi yerlaridan belgilangan tartibda, ya'ni ekin ekish, chorvachilik yoki boshqa qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshirib foydalanayotgan bo'lsangiz, sizga nisbatan oshirilgan soliq stavkalari qo'llanilmaydi. Biroq bu yerlardan foydalanish holatini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, ekin ekilgani haqidagi ma'lumotnoma, fermer xo'jaligi faoliyati to'g'risidagi hisobotlar mavjud bo'lishi kerak. Mahalliy hokimiyat organlari va mahalla qo'mitalari tomonidan bu holat muntazam ravishda tekshiriladi. 4. Yangi qurilayotgan obyektlar uchun imtiyozlar. Ba'zi hollarda yangi qurilayotgan turar joylar yoki ishlab chiqarish obyektlari uchun qurilish muddati davomida yoki ishga tushirilgandan keyin ma'lum bir muddatga soliq imtiyozlari berilishi mumkin. Bu imtiyozlar odatda hududiy rivojlanish dasturlariga kiritilgan loyihalar uchun qo'llaniladi va ularning shartlari alohida qonun hujjatlarida belgilangan bo'ladi. Tuzoqlar 1. Qonunni bilmaslik. Ko'plab fuqarolar yangi qoidalardan bexabar bo'lishi mumkin. Bu esa ularni o'z vaqtida qora ko'rishdan mahrum etadi va natijada penalti hamda jarimalarga duchor qiladi. Soliq organlari qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod etmasligini doimo ta'kidlaydi. Mulkning noto'g'ri deklaratsiyasi. Ba'zida mulk egalari mulkning qiymatini atayin kamaytirib ko'rsatishga yoki uni noto'g'ri toifaga kiritishga urinadilar. Soliq organlari zamonaviy eksport texnologiyalaridan foydalanib bunday holatlarni aniqlash imkoniyatiga ega. Noto'g'ri ma'lumot berish soliq tekshiruviga va jiddiy moliyaviy sanksiyalarga olib kelishi mumkin. Misol uchun, tijorat maqsadlarida foydalanilayotgan bino turar joy sifatida ko'rsatilsa, bu jiddiy huquqbuzarlik hisoblanadi. 3. Eskirgan ma'lumotlarga tayanish.
O'zgarishlar shiddat bilan sodir bo'layotgan bir paytda faqat eskirgan ma'lumotlarga ishonish jiddiy satolarga olib kelishi mumkin. Soliq organlarining rasmiy saytlari, davlat xizmatlari markazlari va ishonchli yuridik maslahatchilar orqali doimiy ravishda yangi ma'lumotlarni tekshirib borish muhimdir. Fora yerlardan rasmiy foydalanish. Ba'zi mulk egalari foydalanilmayotgan yer uchun yuqori soliqdan qochish maqsadida yerda bir nechta manzarali daraxt tekish yoki kichik bir qismiga ekin tashlash orqali uni foydalanilayotgan deb ko'rsatishga urinishadi. Biroq qonunchilikda yerlardan samarali foydalanishning aniq mezonlari va normativlari belgilangan. Agar bu mezonlarga rioya qilinmasa, yer baribir foydalanilmayotgan deb hisoblanadi va tegishli choralar ko'riladi. Masalan, qishloq xo'jaligi yerining kamida 3,4% maqsadi bo'yicha ishlatilishi kerakligi belgilangan bo'lishi mumkin. Noaniq nuanslar. 1. Umidli mulk egaligi. Agar siz biron bir mulkning to'liq egasi bo'lmasangiz, masalan, uyning birinchi qismi yoki yer uchastkasining birinchi qismi sizga tegishli bo'lsa, bu ham sizning mulklar soniga qo'shilishi mumkin. Bu holatda soliq yukini hisoblashda mulkning umumiy qiymatining sizga tegishli ulushi asos qilib olinadi. Biroq bu nuansni soliq qo'mitasi bilan aniqlashtirishingiz kerak, chunki turli hududlarda yoki turli mulk turlari uchun amaliyot turlicha bo'lishi mumkin. Oila a'zolari orasida hadya qilingan yoki o'tkazilgan mulklar. Agar siz o'z mulkingizni farzandlaringizga, turmush o'rtog'ingizga yoki boshqa yaqin qarindoshlaringizga hadya qilgan bo'lsangiz, lekin bu jarayonni to'g'ri rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, mulk baribir sizning nomingizda qolib soliqqa tortilishi mumkin. Barcha bitimlarni notarius orqali to'g'ri rasmiylashtirish va kadastr agentligida o'zgarishlarni qayd etish juda muhimdir. 3. Yerlardan foydalanishning aniq ta'rifi. Qonunchilikda yerlardan samarali foydalanish mezonlari juda aniq belgilangan bo'lishi mumkin. Bu shunchaki ekin ekishdan ko'ra ko'proq narsani anglatishi mumkin. Masalan, yerning unumdorligini oshirish, sug'orish tizimlariga rioya qilish, tegishli agrotexnik tadbirlarni amalga oshirish. Agar siz ushbu mezonlarga to'liq rioya qilmasangiz, yer baribir foydalanilmayotgan deb topilishi mumkin. 4. Meros qoldirish va mulk o'tkazishga ta'siri. Yangi qoidalar kelajakda meros qoldirish va mulkni boshqa shaxsga o'tkazish jarayonlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Agar mulk soliq qarzdorligi bilan bog'liq muammolarga ega bo'lsa yoki uning hujjatlari tartibsiz bo'lsa, bu uning merosga o'tishi yoki sotilishi jarayonini sezilarli darajada murakkablashtirishi mumkin. Shuning uchun barcha mulkiy masalalarni hozirdan tartibga solish kelajakdagi oilaviy nizolarning oldini olishga yordam beradi. 5. Mahalla qo'mitalarining roli. Mahalliy hokimiyat organlari va mahalla qo'mitalari endi mulkdan foydalanish holatini nazorat qilishda yanada faolroq ishtirok etishi kutilmoqda. Ular foydalanilmayotgan yerlar va mulklarni aniqlash, ulardan foydalanish maqsadini tekshirish va tegishli organlarga ma'lumot berish vakolatiga ega bo'ladilar. Bu ularning mahalliy hududlardagi mulk bilan bog'liq vaziyatga ta'sirini oshiradi. Shuning uchun mahalla faollari bilan muloqotda bo'lish va ular bilan hamkorlik qilish muhimdir. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak? Sizda bitmaygacha qisqa vaqt bor, shuning uchun tezkor va aniq harakat qilish zarur. Quyida siz uchun batafsil yo'riqnoma keltirilgan. 1. Qadam barcha mulklaringizni aniqlang. Eng avvalo sizga tegishli bo'lgan barcha mulklarning to'liq ro'yxatini tuzing. Bu ro'yxatga nafaqat kvartiralar va uylar, balki yer uchastkalari, dala hovlilari, garajlar, tijorat obyektlari, shuningdek boshqa shaxslar bilan birgalikda egalik qiladigan mulklar, masalan, umumiy mulkdagi uyning ulushi ham kiritilishi kerak. Bu ro'yxatni tuzishda hech narsani e'tibordan chetda qoldirmang, hatto unchalik ahamiyatli emasdek tuyulgan mulklarni ham yozib oling. Esingizda bo'lsin, davlat organlari sizning barcha mulklaringiz haqida ma'lumotga ega bo'ladi, shuning uchun yashirishga urinish befoyda. Qadam joriy ro'yxatga olish holatini tekshiring. Kadastr agentligining mahalliy bo'limlariga murojaat qiling yoki ularning rasmiy onlayn portali, masalan, ekadastr.uz sayti orqali o'z mulklaringizning joriy ro'yxatga olish holatini tekshiring. Bu orqali siz nomingizda rasman qanday mulklar ro'yxatdan o'tganligini aniqlaysiz. Har bir mulkning joriy kadastr qiymatini bilib olasiz. Mulkning qanday toifada turar joy, tijorat, qishloq xo'jaligi yeri va hokazo ro'yxatdan o'tganini tekshirasiz. Bu ma'lumotlar juda muhim, chunki ular sizning yangi soliq yukingizni hisoblashda asos bo'ladi. Agar qandaydir nomuvofiqliklar, masalan, siz sotgan mulk hali ham sizning nomingizda tursa yoki sizga tegishli bo'lmagan mulk sizning nomingizda bo'lsa, mavjud bo'lsa, darhol kadastr agentligiga murojaat qilib, ularni tuzatish choralarini ko'ring. Ba'zida texnik xatolar tufayli ham shunday holatlar yuzaga kelishi mumkin. 3. Qadam yangi qoidalarni o'rganing. Soliq kodeksiga kiritilgan so'nggi o'zgarishlarni, shuningdek, prezidentning PQXXX sonli qarori yoki vazirlar mahkamasining VMXXX sonli qarori kabi tegishli normativ huquqiy hujjatlarni diqqat bilan o'rganib chiqing. Bu hujjatlar Soliq qo'mitasining rasmiy veb-saytida soliq.oz yoki normativ huquqiy hujjatlar portali Lex.uz'da ochiq e'lon qilinadi.
Bu yerga ekin ekish, kichik chorvachilik fermasi tashkil etish yoki qonunchilikda ruxsat etilgan boshqa faoliyat turlari bo'lishi mumkin. Hatto yaning bir qismida qurilishni boshlash ham uni foydalanilayotgan deb tan olinishiga yordam beradi. Agar yerdan foydalanish imkoniyatingiz bo'lmasa, uni sotish haqida o'ylab ko'ring. Sotish jarayonini batmaygacha yakunlash ideal variant. Sotish pendi agar sizning mulkingizning kadastr qiymatini to'g'ri deb hisoblasangiz, kadastr agentligiga murojaat qilib, qayta baholashni talab qiling. Buning uchun siz mustaqil baholovchi xizmatidan foydalanishingiz va ularning xulosasini taqdim etishingiz kerak bo'lishi mumkin. Agar siz imtiyozlarga ega bo'lishga haqli bo'lsangiz, soliq qo'mitasiga murojaat qilib, tegishli hujjatlarni, pasport, pensiya guvohnomasi, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, urush qatnashchisi guvohnomasi va boshqalar taqdim eting. Soliq imtiyozlari avtomatik ravishda emas, balki murojaat asosida berilishini unutmang. Bu hujjatlarni imkon qadar tezroq tayyorlash va soliq qo'mitasiga topshirish kerak. Naqadam qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjatlar kerak, nima yozish kerak, qayerga murojaat qilish kerak. Anama Tavasan Soliq qo'mitasi, mahalla joylashgan tuman soliq inspeksiyasi, soliq deklaratsiyalarini topshirish, soliq stavkalari bo'yicha ma'lumot olish, imtiyozlar bo'yicha ariza topshirish, soliq qarzdorligini aniqlash, kadastr agentligi tuman shahar bo'limi, mulkni ro'yxatdan o'tkazish, kadastr qiymatini tekshirish, qayta baholash so'rovi, mulk turini o'zgartirish. Davlat xizmatlari markazlari, DXM, ko'plab xizmatlarni, masalan, mulkni ro'yxatdan o'tkazish, guvohnomalar olish, yagona darcha tamoyili asosida olish mumkin. Ular orqali kadastr agentligi va soliq qo'mitasiga murojaatlarni ham amalga oshirish mumkin. Bu jarayonni ancha soddalashtiradi. Qanday hujjatlar kerak? Pasport va uning nusxasi. Mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr guvohnomasi, sotib olish shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi. Ushbu hujjatlarning asl nusxalari va nusxalari. Nikoh guvohnomasi, agar mulkar sotining umumiy mulki bo'lsa va uning nusxasi. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, agar ularga nisbatan imtiyozlar qo'llanilishi mumkin bo'lsa va ularning nusxalari. Pensiya pensiya guvohnomasi, nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma, urush qatnashchisi guvohnomasi agar mavjud bo'lsa va ularning nusxalari, yer uchastkasidan foydalanish maqsadini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, dehqon xo'jaligini yuritish to'g'risidagi hujjat, ekin ekilgani haqidagi ma'lumotnoma. Tijorat mulki bo'lsa, tadbirkorlik subyektining ro'yxatdan o'tganligi haqidagi guvohnoma, faoliyat turi haqidagi hujjatlar, bank hisobvaragi ma'lumotlari, ba'zi hollarda soliq to'lovlari yoki qaytarilishi kerak bo'lgan mablag'lar uchun. Nima yozish kerak? Arizalar, deklaratsiyalar. Ariza, standart ariza shaklari davlat xizmatlari markazlari yoki tegishli tashkilotlarning veb-saytlarida mavjud bo'ladi. Ariza aniq tushunarli va to'liq ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak. Misol uchun, mol mulk soligi bo'yicha imtiyoz berishni so'rab ariza yozsangiz, unda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, mulkingiz haqidagi ma'lumotlar imtiyoz olishga asos bo'ladigan holat, masalan, pensiya ekanligingiz va tegishli hujjatlarning ro'yxati aniq ko'rsatilishi lozim. Deklaratsiya, mol mulk va yer soligi deklaratsiyalari soliq qo'mitasi tomonidan belgilangan shakllarda taqdim etiladi. Ushbu deklaratsiyalarni to'ldirishda xatolarga yo'l qo'ymaslik juda muhimdir, chunki noto'g'ri ma'lumotlar jarimalarga olib kelishi mumkin. Agar deklaratsiyani to'ldirishda qiynalsangiz, soliq qo'mitasi eksodimlaridan yordam so'rang yoki professional buxgalterga murojaat qiling. Xulosa va yakuniy ogohlantirish. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, etmaydan boshlab kuchga kiradigan bu o'zgarishlar shunchaki navbatdagi qonuniy yangilik emas, balki mulk egalari uchun jiddiy moliyaviy va huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan muhim voqeadir. Bu video sizga barcha zarur ma'lumotlarni berishga intildi. Vaqtingiz juda oz qoldi, shuning uchun har bir daqiqa qadrli. Kiritilgan ma'lumotlar asosida darhol harakat qilishni boshlang. Barcha hujjatlaringizni tartibga soling, soliq organlari va kadastr agentligi bilan bog'laning, savollaringizga aniqlik kiriting. Kechikish sizga qimmatga tushishi mumkin. Buna faqat pul yo'qotish, balki mulkingiz bilan bog'liq huquqiy nizolarga ham sabab bo'lishi mumkin. Bu videoni do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan baham ko'ring, chunki bu ma'lumot ularga ham yordam berishi mumkin. Ehtimol kimdir bu o'zgarishlardan halibek xabar bo'lib, jiddiy muammolar yoqasida turgan bo'lishi mumkin. Izohlarda o'z savollaringizni qoldiring, biz ularga javob berishga harakat qilamiz yoki kelgusi videolarimizda alohida tahlil qilamiz. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etamiz. O'zingizni va mulkingizni himoya qiling. Ko'rishguncha